Manpar so'manni munda aytib bilsangiz, ha, manpar so'man asli mundaq bo'ldi ekanda deb qolasiz. Ta'mi gap ketmaydi, itilish sulimi intayin oddiy, birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolasiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha kalgush bo'lamdi, qo'ygush bo'lamdi, nippi salatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Undan keyin basayni bekchiq to'g'rimaymiz. Videoda ko'rsatgandek shilib to'g'rab olsanglar bo'ldi. Changsaydimu muvofiq miqdorda tayyorlab olamiz. Pomidor, qizilloz, ko'klozlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha turcha shaklda to'g'rab olsanglar bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsliq qorma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuqsay darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazik 7733 ekran ustidagi nomer shu. Manpar so'man cho'pini lag'man xamirdan sal chang'aroq yug'urib tayyorlab olamiz. Undan keyin cho'pni qozonga silib pishirib olgandan keyin suvoq suvda bir chaqib yetimiz. May qizgandan keyin go'shtni silib bakroq qo'rib yetimiz. Go'sht qo'rilib mushalat ketganda sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, bir ishga qo'rib atgandan keyin pomidorni silib qo'raymiz. Undan keyin qizartish uchun uyimiz chanvagan lazım bir qo'shq atrofini silib yetimiz. Undan keyin cho'ng ustamning manpar so'man tetitqisini bir bo'loq silib yetimiz. Cho'ng ustamning cho'nliq bo'lmish oilda manpar so'manni taz o'qitib qo'rayamayman, ta'mini yaxshi chiqaramayotman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar, ta'mi kep ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Undan keyin basay bilan changsayin silib bir ishga qo'rib atgandan keyin qizilloz, ko'kloza, samsaqlarni silib qo'raymiz. Ularni bek uzun qo'rib atmaymiz. Taxminan 10 sekunddan 15 sekund atrofida qo'rib atgandan keyin 2 cho'mich qaynoq suv qo'yib qo'raymiz. Bularni bir ishga qo'rib atgandan keyin videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshirlashtirib olamiz. Endi buning tuzni ta'min tetib olgandan keyin hozir tashlab tayyorlab qo'ygan cho'pimizni solamiz. Bularni bir ishga qo'rib atgandan keyin rang berish uchun bir qo'shiq shuncha qo'yib tekshirlashtirib olsak bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Amsa do'stlar, ko'rib qochib ketganlarni chidamasdaymizku. Inkas rayni g'aqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. Manda o'xshatib manpar so'man aytib uydagilaringizning oldiga kelinglar. Maqtab turib yeb ketadi. O'rganib oldingizmi?